Endi do'kondan palon pulga sir olishni hojat yo'q, chunki uy sharoitida 3 dona masalliqdan juda ham mazali bo'lgan sirlarni hozir birgalashib tayyorlaymiz. Gazga qozonimizni qo'yib, 1 litrli yog'liq sutimizni solib qaynatishga qo'yamiz. 3 dona tuxumga 200 gram smetanani yaxshilab aralashtirib olamiz. Sutimiz biroz qaynab chiqqach, tuxum va smetanali massamizni solib, sekin aralashtiramiz. Ustidan 1 choy qoshiqda tuzni soldim. Aralashtirishda davom etamiz. Bitta yaxshilab qaynab chiqqandan keyin shunaqangi tvorogga o'xshagan massa hosil bo'ladi. Endi idishimiz ustiga sitani qo'yib, ustidan doka qo'yamiz. Boyagi massamizni suvdan ajratib olish uchun sekin to'kib olamiz va dokamizni sekin ko'taramiz. Suv shunaqangi bo'lib ajraladi. Bu suvdan bilinchik yoki aladushklarni uvol qilmasdan tayyorlab olsak ham bo'ladi. Keyingi ishimiz plastmassa idishimizni orqasini shunaqa teshib oldim pichoqda, chunki suvlar to'kilishi uchun massamizni solib, ustidan og'ir bitta narsani qo'yamiz. Chunki press bo'lish kerak. Ertalabgacha turdamanda xona haroratida qarabsizki, juda ham zo'r shaklda, chiroyli va mazali bo'lgan sirlarimiz tayyor. Bu sirni turgan sari rangi sarg'ayadi, mazasi esa yana ham mazali bo'ladi qizlar. Albatta bu retseptni saqlab oling, like bosing va yaqinlaringizga ulashing.